Mana bolani ovqat qilishini bitta ko'ringda, kayf qo'rasiz lekin. Trapping the motherfucking B-roll. I was just praying in the bando. Niggas in love with my flow. Niggas in love with my flow. I move that shit on the low. Why you be talking like hoes? Yorvoribdi-ya, lekin yegiz kelgan bo'lsa bitta like bosib qo'ying. Bu video Instagramda naq 49 millionta prosmotr va salkam 4 millionta like yig'gan va bunaqa natijaga asosan 3 ta narsa sabab bo'lgan. Birinchisi, videoning montaji, perihodlari, ayniqsa kartoshka otilishi va ranglarni zo'r berilganligi videoni vashi bomba qilib yuborgan. Ikkinchisi, videodagi sound effektlar, ya'ni yog'ni quyilishi, даже uni sepilishigacha bo'lgan ovozlari muzika bilan shunday zo'r tushgan bir-biriga, video juda ham qiziqarli va yoqimli holatga kelib qolgan. Uchinchisi va eng muhimi, kadrlarni juda ham tez-tez alishtirgani ko'rayotgan odamni zeriktirib qo'ymagan va bu bunaqa natija olib kelishiga sabab bo'lgan. Agar siz ham o'z Instagramingizni shunaqa zo'r videolar bilan yurgizishni niyat qilgan bo'lsangiz, lekin obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying, chunki shunaqa zo'r videolarni obzor qilib berishni boshladim.